Sherqiy Türkistan Cumhuriyeti Sürgündiki Hökümitining Guantanamo hapsxonasidagi Sherqiy Türkistanlik tutqunlar haqidagi bayanati. 2011-yili 4-oyning 5-kuni Washington. Bismillahirrahmanirrahim. Sürgündiki Sherqiy Türkistan hökumati nomidan Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga, shundaqla bosqinchi kommunist Xitoy hukumatining asorati ostidagi mazlum Sherqiy Türkistan xalqini o'z ichiga olgan butun dunyo jamoatchiligiga shuni namoyon qilmoqchimizki, dunyodagi nurg'un kishilarga ayon bo'lganidek 2001-yili 9-oyning 11-kuni Amerikada yuz bergan terrorlik voqeasidan keyin George W. Bush rahbarligidagi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati o'zining 2001-yilning oxirida Afg'onistonda elib borgan atalmish xalqaroliq terrorchilikqa qarshi urushining dastlabki bosqichida bir qancha yuz kishini terrorchilar degan gumon bilan tutqun qilib, o'zining bular uchun maxsus hozirlagan Kubadagi Guantanamo askariy hapsxonasiga ekilib qamadi. Ushbu tutqunlar ichida kommunist Xitoy hukumati tomonidan 1949-yili zo'rlik bilan ishg'ol qilib olingan yurtimiz Sharqiy Turkistonning milliy ozodlik uchun bosqinchi Xitoy hukmronligiga qarshi qurolli mujodala elib berishni maqsad qilgan holda Afg'onistonning To'ri bölgüsüge joylashgan Sharqiy Turkiston askariy kampida ta'lim-tarbiya ko'rmoqda bo'lgan bir qancha yuz Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur mujohidlarimizdan 22 nafari ham terrorchilar degan gumon bilan Amerika tarafidan to'rga tushirilib, mazkur Guantanamo askariy hapsxonasiga qamalgan bo'lib, bularning ismligi, tug'ilgan tarixi, tug'ilgan yeri ve bularning mazkur hapsxonadagi kimliklari, yani turma amallik numarları töwendikicha. Birinci, Abdulg'appar Abdulrahman 1973-yili 3-oyning 15-kuni Kuchada tug'ilgan. Turma amallik numari 281. İkinci, Abdulhalil Muhammad 1977-yili Qashqarda tug'ilgan. Turma amallik numari 278. Üçüncü, Abdulrazzaq yoki Razzaq Qodir 1975-yili Otish tug'ilgan. Turma amallik numari 219. Dördüncü, Adil Abdullahakim 1974-yili 10-oyning 10-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 293. Beşinci, Abdulqadir Axun 1979-yili 6-oyning 18-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 285. 6. Abu Bakr Qasim 1969-yili 5-oyning 13-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 283. 7. Adil Nuri 1979-yili 11-oyning 12-kuni Oqsuda tug'ilgan. Turma amallik numari 584. 8. Ahmet Muhammed Yaqub 1978-yili 5-oyning 1-kuni Otishda tug'ilgan. Turma amallik numari 328. 9. Ahmet Tursun 1971-yili 1-oyning 26-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 201. 10. Ahmet Adil 1973-yili Qashqarda tug'ilgan. Turma amallik numari 260. 11. Axtar Qasim Basit 1973-yili 11-oyning 14-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma amallik numari 276. 12. Erkin, yani Erkin Mahmud 1964-yili 7-oyning 1-kuni G'o'zda tug'ilgan. Turma
amallık numara 103. 13. Baxtiyor Mahmud 1976 yılı 1. ayının 18. günü G'ulja tug'ilgan. Turma amallık numara 277. 14. Davud Abdurrahim 1974 yılı Bürtalada tug'ilgan. Turma amallık numara 289. 15. İmam Abdulahad 1977 yılı 6. ayının 1. günü Qashqar Ko'ni shahrida tug'ilgan. Turma amallık numara 295. 16. Hacı Akbar Abdulg'upur 1973 yılı G'ulja tug'ilgan. Turma amallık numara 282. 17. Hasan Anvar 1974 yılı 8. ayının 25. günü Urumchi tug'ilgan. Turma amallık numara 250. 18. Huzeyfa Farhat 1971 yılı 2. ayının 11. günü G'ulja tug'ilgan. Turma amallık numara 320. 19. Eyüp Hacı Muhammed 1984 yılı 4. ayının 15. günü Oğuz tug'ilgan. Turma amallık numara 279. 20. Necmiddin Muhammed 1975 yılı 5. ayının 4. günü G'ulja tug'ilgan. Turma amallık numara 102. 21. Yusuf Abbas 1980 yılı Aksul tug'ilgan. Turma amallık numara 275. 22. Saydullam Xaliq G'ulja tug'ilgan. Tug'ilgan tarihi ve turma amallık numara hozircha bizga noma'lum. Biz bu tutqundagi 22 nafar vatandaşlarımızın beshiga kelgan bu fojihalik voqeaning kelib chiqish sabablarining haqiqiy mohiyati haqida yurtdashida Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtonni markaz qilgan holda 1995 yildan e'tiboran rasmiy shaklda yurtimiz Sharqiy Turkistonning milliy mustaqillik davosini dunyo jamoatchiligiga anglatmoqni maqsad qilgan holda faoliyat elib bormoqda bo'lgan Sharqiy Turkiston milliy ozodlik markazi. Shundaqla 2004 yili 9 ayının 14 günü Washington'da kurulgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Sürgündiki Hökümiti nomidan ta hozirgacha bo'lgan taxminan 10 yillik muddat ichida Amerika hukumatiga shundaqla butun dunyo jamoatchiligiga mazkur tutqundagi vatandaşlarimizning faqatla bosqinchi kommunist Xitoy hukumatining dushmani bo'lib, hargizmi Amerika hukumatining va uning xalqining yoki hur dunyoning dushmanlaridan emas ekanligi, bularning faqat bir xato zaman va xato makonda Afg'oniston va Pokiston chegarasi atrofidagi bir qism inson qalbidan chiqqan yerlik dellallar tarafidan kishi beshiga 5000 Amerika dollaridan Amerika hukumatiga setib etilgan begunoh Sharqiy Turkiston vatandaşları ekanligi va bu sababdan bularning darhol Amerikaga qo'yib berilishining muvofiq ekanligi haqidagi talablarimizni Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatiga shundaqla butun dunyo jamoatchiligiga davomli yetkazib kelayotgan bo'lsakmi, lekin mazkur talablarimizning dunyodagi barliq inson haqlarini qo'g'dash organlari va insonparvar shaxslar tarafidan desteklengen haqiqiy talab bo'lishidan qat'iy nazar, hatto Amerika hukumatining o'zining bular ustidan terrorchilik bilan hech aloqasi bo'lmagan begunoh insonlar deb hukm chiqarilishidan qat'iy nazar, garchi mazkur tutqundagi vatandaşlarimizning mutlaq ko'p qismi hozirga xorij bir qancha davlatlarga yerlashtirilgan bo'lsa-mu, lekin bularning yana bir qismi hayotlarini yanada Guantanamo hapsxonasida tutqun ishida o'tkazmoqda. Bizning nazarimizda bosqinchi kommunist Xitoy hokimiyatining yurtimiz Sharqiy Turkistonda 60 yildan beri yurgizmoqda bo'lgan davlat terrorchiligini yo'qotib, Xitoylar tarafidan
dəfsəndə qılınmaqda bolğan insani hüquqlarını qoğdaşdan ibaret ulug'vor g'oyani ko'zlagan holda yurtlarini tark etishga majbur bo'lgan bu tutqundagi vatanparvar qarindoshlarimiz kommunist Xitoy hokimiyatidan iborat haqiqiy terrorchilar tarafidan tarqitilgan ta'tir tashviqotlarga asoslangan holda terrorchilar bo'lib qorlanib yoki gumon qilinib zindonga tashlanmasdan bularning haqsizlik va zulmga qarshi elib bormoqchi bo'lgan insoniy g'ururlarni taqdirlagan asosda xalqaro sahnalarda oltin medalyalar bilan mukofotlanishi lozim edi. Bu shuning uchunki har qanday sharoitda o'zlarining davlat manfaatlari uchun qarab turib haqiqatga ko'z yumishda hech yuzlari qizarmaydigan atalmış demokratik davlatlar va hatto mazkur 22 Uyg'ur tutqunlari bilan bir qon va bir dinni paylashgan musulmon turk davlatlari orasida top qilib tepilib o'ynalmoqda bo'lgan terrorchilik bilan hech aloqasi bo'lmagan bu beguna insonlar faqat Sharqiy Turkistonla emas butun dunyoni zo'rlik va aldamchilik bilan yurtmoqchi bo'layotgan kommunist Xitoy bosqinchilarining davlat terrorchiligini ag'dirib tashlab mustaqil Sharqiy Turkiston davlati qurish uchun o'rtaga chiqqan Uyg'ur turklarining qahramon o'g'lonlarining hijratdagi tamsilchilari edi. Biz mana bu muhim nuqtani anlatib bo'lolmay zo'r qiyinchiliklarga duch kelmoqdamiz. Bu qiyinchiliklarga duch kelishimizning sabablari. Birinchidan, bizning Amerika hukumatining nazarida mazkur tutqundagi 22 nafar vatandoshlarimizning da'vogarlar bo'lib hisoblanganligimiz uchundir. Ikkinchidan, bundaq bir da'voga quloq soladigan biror odil sud mahkamasining mavjud bo'lmaganligi uchundir. Uchinchidan, hatto shundaq bir sud mahkamasi mavjud bo'lgan taqdirda ham buningga bizdek haqiqiy da'vo sohiblarining ishtirok qilib haqni o'ttiriga qo'yish huquqlarimizning boshqalar tarafidan cheklanganligi uchundir. To'rtinchidan, bo'libmi bundaq bir mahkamadagi davoni so'rg'uchi qozilarning nazarida har zaman bizning haq da'voyimiz emas, Xitoyning bu Sharqiy Turkistonlik tutqunlari ustidan, jumladan Xitoyning butun Sharqiy Turkiston xalqi ustidan qilmoqda bo'lgan burmalangan saxta davosining eg'ir besishidek haqsizliklarning mavjud bo'lib turganligining sababidandir. Bu beguna vatandaşlarımız Guantanamo hapsxonasiga qamalgandan boshlab ta hozirgacha bo'lgan 10 yil muddat ichida chekidan oshgan vahshiy azob uqubatlarni peshidan o'tkazib kelmoqda bo'lib, buning ichida eng unutuliqsiz va haqoratligi bularning 2000-yili kommunist Xitoy hukumati tarafidan Guantanamo hapsxonasiga yuborilgan bir guruh Xitoy istihbarat hay'ati tarafidan bir qancha qitim uda bir qancha kecha kunduz vahshiy qiyin qistoq va tahdidlar ichida so'roqqa tortilishidir. Yaqindan beri qo'yitilgan sobiq Uyg'ur tutqunlarining bizga shundaqla dunyodagi rasmiy matbuot va xabar agentliklariga aytishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarining rasmiy ruxsati va dastligi bilan Sharqiy Turkistonlik tutqunlarni qiyin qistoqqa olgan Xitoylar mazkur 22 nafar tutqunning hammani bir-birlab bir qancha kecha kunduz uyqusiz qoldirish va turma temperaturasini tuvan nuqtaga to'g'rilab to'ng'itish va agar biz deganga iqror qilmasanglar, o'zinglarning emas, butun oila bola chaqang va urug' tuqqanlaringlardan
tartib jazolaymiz. Amerika hukumati sizlarga sahip chiqmaydiganligini aytdi. Qaytishga rozi bo'lmasanglar, endi tugashkininglar shu deganga o'xshash tahdidlarni qilgandan boshqa Amerika askarlarining ularning putqul va başlarını zorluk bilen Xitaylarning resimga elishi uchun tutib berishi ve karşılık ko'rsatganlarning inek ve sakallarından tutup tolg'ab haqorat qilishi qatorliq insoniyatsizlik qilmishlardan ibarettir. 2004-yilning boshlarida, ya'ni bular Guantanamoda qamalib oradan 3 yil o'tgandan keyin Pentagon, ya'ni Amerika Mudofaa Ministrligi mazkur mujohidlarning Amerikaning dushmanlaridan emas ekanligini isbotlab chiqdi. Ve bularga shundan e'tiboran non-enemy combatants, ya'ni dushman jangchilari emas deb qaraydiganligini ve bu mujohidlarning amaliga kafolatlik qilish uchun bularni Xitoyga qaytarmasdan uchinchi bir mamlakatga yerlashtiradiganligini qaror qildi. Ve bu kararga asasen mazkur 22 nafar Uyghur mujohidlarining hech birini ta hozirga qadar Xitoy hukumatiga qaytarib bermasdan bularning Abu Bakr Qosim, Axtar Qosim Basit, Ahmet Adil, Adil Abdullahim ve Muhammed Eyüp qatorliq 5 nafarini 2006 yili 6 ayda Albaniyaga, Salahiddin Abdullahad, Abdullah Abdulqadir, Xolid Mahmud ve Abdukim Turahın qatorliq 4 nafarini o'tgan yili, ya'ni 2010 yili 6 ayda Bermuda aralig'i ve Ahmet Tursun, Abdulg'appar, Abdurrahman, Davud Abdurrahim, Anvar Hasan, İlham Muhammed ve Adil Nuri qatorliq 6'sini, yani o'tgan yilning 11 ayida Paulo aralig'iga ibirilib yerleştirildi. Ve bularning ichidagi Erkin Mahmud ve Baxtiyor Mahmuddan ibaret 2 nafar oqughga, qérindashlar Sivistrin hukumati panolik berdi. Qolgan Abdulrazzaq, Yusuf Abbas, Hacı Akbar, Abdulg'afur, Seydullah, Xoliq, Ahmet Muhammed qatorliq 5 nafari tekçe Guantanamo turmisida hayotlarini sürdürmekte. Bu yerde biz şunu alayda gavdlantirib o'tmoqchimizki, agar bu mujohidlarimiz Amerikaning qo'liga tushmasdan dunyodagi boshqa har qanday davlatning qo'liga, bo'libmi O'rta Osiyodagi Xitoyga ittifoqdosh turk davlatlarining qo'liga yoki Xitoyning eng yaqin janjigar do'sti bo'lgan Pokiston hukumatining qo'liga tushib qoladigan bo'lsa, bularni allaqachon Xitoyga qaytarib bergan bo'lar edi. Shuning uchun biz bu hususda Sherqiy Türkistan Cumhuriyeti Sürgündiki Hökümitiga vakolatan Amerika hukumatiga, bo'libmi bularni Xitoyga qaytarilmaslikning tashabbuskorlaridan bo'lgan Amnesty International, ya'ni xalqaro siyosiy mahkumlarni kechirim qilish ve Human Rights Watch, yani inson haqlarini kuzatish qatorliq xalqaro inson haqlari tashkilotlariga Sabin Willet boshlig'idagi advokatlarga, Amerika Qo'shma Shtatlari District Court qozisi Ricardo Arbina qatorliq sudchilarga, Dana Rohrberger ve William Delahan qatorliq Amerika hukumati parlament, yani qurultay a'zolariga ve başka her sahadagi insonparvar shaxsiylarga alayda minnatdorlik bildiramiz. Shundaqla mushundaq insonparvar shaxslar ve tashkilotlarning turtkisi neticede hamma balani terg'an Amerika hukumati yoki başka devletler korkup almasa, hatta özlerinin qérindashlar bo'lgan Müslüman Türk devletleri sahip çıkan halda panolik berib almasa, biz nima deb olamiz demasdan hozircha
yuqorida asqar qilingan 17 nafar tutqundagi Sharqiy Turkistonlik vatandaşlarimizga panolik bergan Albaniya hukumatiga, Bermuda hukumatiga, Palau hukumatiga va Sivistidin hukumatiga jumladan tutqundagi yoki Sürgündiki har qanday Sharqiy Turkistonlikni qarshi oladigan barliq davlatlarga va ularning xalqiga chin yurakdan minnatdorlik bildiramiz. Lekin yuqorida izhor qilingan bundan 10 yil burun terrorchilar degan gumon bilan tutqun qilingan va bundan 6 yil burun terrorchilar bilan hech qanday aloqasi bo'lmagan begunoh insonlar deb ustidan allabirun hukm chiqarilib bo'lgan bu vatandoshlarimizni 5 nafarining ta bugunga qadar har xil aqlga sig'maydigan bahona sabablardan ko'rsatib Guantanamo hapsxonasida muddatsiz qamoqda tutib turganligi bo'lgan adolatsizlikka qarta qo'yib berilgan yoki qo'yib berilmoqchi bo'lgan taqdirda ham bularni xato tutib etkelgan davlat Amerika o'zi bo'lgandan keyin o'zining davlati Amerikaga qo'yib etmasdan Xitoydan boshqa 3-chi bir davlatning qabul qilishini kutib o'ltirib tutqundagi Sharqiy Turkistonlik vatandoshlarımızın zindonlik hayotini keyniga surishidek insoniyetsizlikka Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Sürgündiki Hökümiti nomidan o'zimizning cho'nqur noroziligimizni namoyon qilish bilan birga Amerika hukumatining shu savolga javob berishini so'raymiz. Bularni boshda bu yerga elib kelib qamagan o'zim turib va keyinchi yana bularning terrorchi yoki jamiyat amalligiga xavfli insonlardan emas ekanligini isbotlab turib yetgan yana o'zim turg'ilib bu begina mahbuslarni sen qo'rqib olmasang boshqalar qanday qiladi? Hey, atalmış demokratiya va inson haqlari uchun hech narsani aymaydigan insonparvarlikning piri Amerika hukumati Obama janoblari 2009-yili 1-oyda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentlik vazifasini topshirib elibla Guantanamo hapsxonasini 1 yil ichida taqab mazkur qamoqxonada qolgan 240 tutqunlarning hammaning muvofiq o'rinlarga yerlashtirilganligini va bularning ichidagi Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur tutqunlarining hech bo'lmaganda bir qismining Amerikaga qo'yib berilganligi haqida bishorat berib, dunyodagi nurg'unlagan adolatparvar insonlarning bo'libmi aqtalliklar tarafidan u o'zi oid bo'lgan irqqa qarshi qilingan her türlü tarihi haqorat va to'sqinliklarni bo'sib o'tib Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidentligiga saylanishini jandan arzu qilgan ezilgan Sharqiy Turkiston xalqining taqdirlashiga sazovor bo'lgan edi. Lekin Sharqiy Turkiston xalqi Prezident Obamaning 2009-yili 7-oyning 5-kuni yurtimiz Sharqiy Turkistonning poytaxti Urumchida Uyg'urlar tarafidan Xitoy zo'ravonligiga qarshi tinchlik bilan elib berilgan namoyishning Xitoy hukumati tarafidan qonliq bostirilishi haqidagi yoki Washingtonda yoki bo'lmasa o'zining 2009-yili 11-oyda Beijingga qilgan ziyorat jarayonida hech narsa demaganligiga qarab, uning ham bir chaqliq kishi ekanligini to'lib ketdi. Shundaqdimi bizning nazarimizda Prezident Obama yanada Amerika hukumat ichidagi bir qism hukumat arboblaridan yaxshiroq. Chunki u Urumchi voqeasi haqida og'iz ochmagan bilan Amerikaning boshqa hukumat mansublarida Sharqiy Turkiston milliy ozodlik inqilobining simboli bo'lgan mazkur Uyg'ur tutqunlarini terrorchilik bilan ayblagani yo'q. Amerika hukumati parlamenti ichidagi Newt Gingrich qatorliq bir qism to'g'riliqni ko'ra olmaydigan hukumat arboblari va xalqi xuddi kommunist Xitoy hukumatiga o'xshashla tutqundagi begunoh vatandoshlarimizning butun dunyo jamoatchiligi oldida ochiq oshkora terrorchilik, bo'lgunchilik va diniy boshchilik bilan ayblab, ularning Amerikaga yoki hatto boshqa davlatlarga qo'yib berilishiga to'sqinlik qilmoqda.
Biz bu hususda Obama janoblarının Xitoyning ta'tir tashviqoti bilan zaharlangan bu kimning Amerika hukumati va uning xalqining omonligi uchun shundaqla butun dunyo jamoatchiligining omonligi uchun tahdid bo'layotgan haqiqiy terrorchi ekanligini bilolmay og'ziga kelganini jo'ylayotgan qarshisidagi yuqorida ismlari izhor qilingan hukumat arboblariga va xalqiga haqni anglatgan asosda ushbu begunoh vatandoshlarimizni boshqa davlatlarga emas Amerikaga buyurib berilishiga, hatto allburun boshqa davlatlarga tamalli yoki vaqtlik yerlashtirilgan sobiq Uyg'ur tutqunlarining ham yaqin kelajakda Amerikaga elib kelinib panohlik berilishiga boshlamchilik qilish orqali Sharqiy Turkiston xalqining milliy ozodlik davosiga yaqindan hissaslik qilishlarini so'raymiz. Bu yerda Obama janoblari rahbarligidagi Amerika hukumatiga shundaqla Xitoyning dumbug'iga mos qadam tashlab o'zlarining davlat manfaatlari uchun Sharqiy Turkiston xalqini qurbon qilmoqchi bo'lgan butun dunyo jamoatchiligiga shuni yana bir qatim xotirlatib o'tish zarurki, bugungi kunda 10 yildan beri resmiy matbuotlarda Guantanamo turmisiga qamalgan 22 nafar Xitoy musulmonlari, ya'ni 22 Chinese Muslims deb tilga elinmoqda bo'lgan tutqunlar aslida Xitoy musulmonlari bo'lmasdan, tuproqlari Xitoylar tarafidan zo'rlik bilan besib olingan Uyg'ur Türk musulmonlaridir. Bular dunyoga mashhur Ipak yo'lidagi xalqaro tijoratining vujudga kelishi va uning taraqqiyotida ochqishliq rol o'ynagan O'rta Osiyodagi Turkiston deb atalgan Sadichindan Kaspiyan dengizlarigacha uzargan bepoyon tuproqlarda yashash jarayonida dunyo madaniyatiga o'chmas tarixiy to'plarni qo'shgan buyuk turk millatining Uyg'urlar deb ataladigan qabilasining hozirgi avlodlari bo'lib, bularning tarixda Sharqiy Turkiston deb ataladigan taxminan 2 million kvadrat kilometrlik yer osti va usti tabiiy boyliqlar bilan liq to'lgan ko'rkamlik tuprog'i bundan 60 yil avval kommunist Xitoylar tarafidan ishg'ol qilib olingan. Hozir bu tuproq Xitoy va Xitoyparastlar tarafidan Xinjiang, ya'ni yangi chegara yoki Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb ataladi. 1949 yildan beri kommunist Xitoylar bu tuproqni faqatla mutlaq davlat terrorchiligi asosiga qurilgan zo'rliq siyosatiga tayinib idora qilib kelmoqda. Bu o'tib ketgan 60 yil muddat ichida Xitoyning bu davlat terrorchilik tuzimiga qarshi turgan millionlarcha Sharqiy Turkiston xalqi o'ldirildi. 100 minglarcha xalq qorong'i zindonlarga tashlandi. 100 minglarcha xalq xonavayron bo'lib, yurtlarini tark etib, chet ellarga hijrat qilib chiqib ketdi. Va o'lmay tirik qolgan 35 million Sharqiy Turkiston xalqi o'zlari uchun zindon bo'lgan Sharqiy Turkistondan iborat bepoyon tuproqlarida butun insoniy huquqlaridan mahrum qilingan holda qulluq ichida oxirgi nafaslarini olmoqda. Yaqin 30 yil ichida Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida yuz bergan Xitoy hokimiyatiga qarshi qo'zg'alonlar, masalan, taxminan 2 yil burun, ya'ni 2009 yili 7-oyda Urumchida yuz bergan 5-iyul qo'zg'aloni. Undan avval 1997 yili G'o'ljida yuz bergan 5-fevral qo'zg'aloni va undan burun 1990 yili Barenga yuz bergan Baren inqilobi va 1981 yili Peyzavatda yuz bergan Peyzavat qo'zg'aloni Xitoy zo'ravonligiga yoki Xitoyning yurtimiz Sharqiy Turkistonda yurgizmoqda bo'lgan davlat terrorchiligiga qarshi elib berilgan
yüzlerce qo'zg'olon yoki milliy inqiloblarning bir qismi bo'lib, hargizmi Xitoylarning aytganidek bir qancha kishining kishkurtishi bilan o'tirg'i chiqqan hayron qolarli tasodifiy voqea emas. Xitoy tarafidan Sharqiy Turkiston xalqi ustida elib berilgan, yuqorida izhor qilingan davlat terrorchilik siyosatining dalil isbotlari haqida bo'libmi, zodi kimning terrorchi ekanligi va kimning terrorchilikning qurboni ekanligi haqida yaqinda e'lon qilingan bayonatimizda alayda to'xtalamiz. Demak, meyli mazkur hukmdagi 22 nafar Sharqiy Turkistonlik Uyg'ur musulmonlari bo'lsin, meyli vatan ichida Xitoylar tarafidan o'ldirilgan minglarcha şehitler ve müddessiz qamoqqa elinib, hayotlarini qorong'u zindonlarda o'tkazmoqda bo'lgan minglarcha siyosiy mahbuslar bo'lsin, bularning hammasi mana shu bulan-talan qilingan tuproqlarini bosqinchi Xitoydan qaytarib elib, ezilgan Sharqiy Turkiston xalqini qulluq ishkencesidan qutuldirish uchun o'rnidan turgan qahramon mujohidlarimizdan bo'lib, bular hargizmi yurt ichi va teshida Xitoy va Xitoyparast mujohidlarga yurtimizning mustaqillik davosini qat'iy tashabbus qilmaslik va hatto tashabbus qilganlarga ishtirnig'i bilan qarshi turgan holda Xitoyning Sharqiy Turkistonni davomli idora qilishiga kafolatlik qilib, Xitoyning manfaati uchun ishlayotgan vatan sotqinlari, milliy munofiqlar ilgari surayotgandek, Xitoyning zulmiga chidamaganlik uchun yoki turmushda favqulodda qiyinchiliklarga duch kelganlik uchun rahat farog'atni ko'zlab yurtdan qonqib chiqib qolgan bechora Uyg'urlardan emasdir. Bu yerda izhor qilingan vatan sotqinlari, milliy munofiqlarning kimligi va bularning qilmishlarining nimalardan iborat ekanligi haqida bundan keyingi bayonnomalarimizda to'xtalib o'tamiz. Aslida bu mujohidlarimizning 1980-yillari sobiq Sovetlar Birligi tarafidan vatanining ishg'ol qilinishiga qarshi qurolliq mujodala qilib, butun dunyoga tahdid bo'lib sanalgan Rus kommunist imperatorligining parchalanishida muhim rol o'ynagan qahramon afg'on mujohidlaridan hech qanday farqi yo'q bo'lib, o'zlarini kommunist Rus imperatorligining ishg'olidan qutqizish uchun qurolliq mujodala qilgan yüz minglarcha Afg'onistonlik mujohidlar terrorchilar deyilmasdan yoki jamiyat amalligiga xalaq deb tunilmasdan Amerikaga va dunyoning boshqa joylariga ekilib yerlashtirilgan yerda ajiba Xitoy kommunist imperatorligini ag'dirib tashlab, o'zlarining ozodligiga erishmoqchi bo'lgan 22 nafar Sharqiy Turkistonlik terrorchilar yoki jamiyat amalligiga xavf insonlar bo'lib dunyoga batmaydigina, garchi Rus kommunist imperatorligi parchasini tukkan bo'lsa-mu, lekin Xitoy kommunist imperatorligi texnik mavjud bo'lib, uning maqsadi butun dunyoni changilga ilishdir. Bu yerda yana shuni alayda ta'kidlab o'tmoqchimizki, aslida Sharqiy Turkiston xalqi bilan irqdosh va dindosh bo'lgan turk va islom olimi turgan yerda 22 Sharqiy Turkistonlik turk musulmonlarining boshqalarga danglanishini o'zi eng achinarli va eng sharmandalik ahvol edi. Lekin bular allaqachon o'z ixtiyorlari bilan o'zlarining zulm ichidagi irqiy va diniy qérindashlariga istoshlik qilish iqtidorini yo'qotgan holda Xitoylarning hur dunyodagi qullarga aylangan. Bu sababdan Xo'jayindan qo'rqib Sharqiy Turkiston ozodlik kurashiga sahib chiqish va uni desteklash bu yoqda tursin, ming bir mushaqqat ichida o'z kuchiga tayanib vatanining ozodligi uchun hijrat qilib, Taleyning qajig'idan boshqalar tarafidan tutqun qilinib zindonga tashlangan 22 nafar o'z qarindoshlariga sahib chiqolmadi. Hatto uningdan boshqa yana vatanning ozodlik yo'lida yurtimizdan hijrat qilib, ming bir jafo mushaqqat ichida bu
qérindash davlatlarning tuproqligiga, bu qérindash davlatlarning tuproqlariga salomat yetib kelib panolik tilagan yuzlarcha haqiqiy mujohidlarimizga resmiy shaklda sahip chiqmadi va chiqolmadi. Hatta bularga sahip chiqish u yoqda tursin, garchi o'zlarini turk yoki islom olimining qo'g'dug'uvchilari sanaydigan bir qism davlatlarning munofiq rais va sultonlari Xitoy va xitoychilarga oltin medal va oltin qilichlarni taqdim qilib, ularning Sharqiy Turkiston musulmonlari ustida elib bormoqda bo'lgan zo'ravonlik harakatlariga ilhom bermoqda. 5-iyul Urumchi voqeasidan keyin Turkiyada vujudga kelmoqda bo'lgan Sharqiy Turkistonga sahip chiqish to'lqini kundan kuniga avjiga olgan taqdirda ham yanada yurtimiz Sharqiy Turkistonning Turkiya hukumati tarafidan resmiy shaklda Xitoyning bir bo'linmas partisi bo'lib tunilib, uning ismining Sharqiy Turkiston emas, Xinjiang deb atalishi. Garchi uning mutlaq ko'p sondagi xalq tarafidan Sharqiy Turkiston yoki Doğu Turkiston deb atalgan holdimi. Yurtimizning ozodlik uchun kurash qilmoqda bo'lgan Sharqiy Turkiston xalqini texmi ta'tir qiynab azoplamoqda. Bugungi kunda Xitoyga bosh egmay kelayotgan birlar süper davlat qolgan bo'lib, u bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlari edi. Lekin buning ham davlat mudofaa sirlarini o'g'irlash va uni kekirdigicha qarzga bo'g'ib munqarz qilish orqali uni qarmoqqa butunlay o'z ishg'oli ostiga ololmagan bo'lsa-mu, lekin asos jihatdan o'z kontroliga elib bo'lgan vaziyat shakllanmoqda. Mushundaq bir vaziyatni Xitoyning bo'yinturug'i ostidagi bir qul millat his qilib yetib, uni aldirib tashlash uchun mujodala qilayotgan vaziyatda o'zini hurriyat va adolatning beshigi sanagan Amerika Qo'shma Shtatlarining butun dunyoga baloy ofat sanalgan kommunist Xitoy hukumatini aldirib tashlamoqchi bo'lgan Sharqiy Turkiston mujohidlarini quvvatlab taqdirlamoqda yo'q. Aksincha bularni Xitoyga o'xshashla haqoratlab ayblashlari to'liq ajiblanarli bir hodisa. Bizning nazarimizda mayli ularning kim bo'lishidan va Amerika hukumatidagi huquq doirasining qanchalik bo'lishidan qat'iy nazar, mazkur tutqundagi Sharqiy Turkistonlik Uyg'urlarning begunoh ekanligini uqib turib, yanada jamiyat amonligimizga xavf degan bahona bilan bularning Amerikaga qo'yib berilishiga qarshi turishining asosli sababi bularning qurolliq ta'lim tarbiya ko'rganligi uchun emas, bularga ishonmaganligidandir. Ishonmaganligining sababi mazkur Sharqiy Turkistonlik tutqunlarning kim ekanligidan hech qanday ma'lumotining yo'qligidan yoki bularning kimligi haqida oz to'la ma'lumoti bo'lgan taqdirda ham bularning musulmonlar to'g'risidagi ko'z qarashining hozircha to'g'rilanmaganligidan derak berdi. Yani bir tarafdan bu yerdeki atalmış endişige sebepçi buluvatkan narsa heybeti dünyaya dank etken gitmo dep atıldıgan bu Guantanamo hapishanesinin hakiki abdi beşerisinin gelecekten mezkur 23 Uygur'un ağzı bilen dünyaya yeni bir kıtım aşkarlanıp kılınışıdan endişe kılınavatkan ihtimallıklar buluşu mümkün. Ondan bulmaganda bular Afganistan'da askeri tarbiya ko'rganligi uchunla Amerika xalqiga xavfli deb qaralsa, u holda Amerikadagi barliq askeri tarbiya ko'rgan va yoki qurol yaroqlarni qo'llanish iqtidoriga ega bo'lgan shoqchon ayollarning hammasi jamiyat amonligi tahdid deb qaralib, boshqa yoki yurtlarga palib etishga to'g'ri kelmamdi. Bularni Amerika jamiyat amonligi uchun tahdid deb qaralgan taqdirda ham bularning tahdid bo'lib ko'rinishiga sabab bo'lgan Amerika o'zi emasmi? Nima uchun tarixda hech bir zaman Amerikaga tahdid bo'lib boqmagan Sharqiy Turkiston xalqi bugungi kunda tahdid bo'lib qoldi? Agar desemizkenki, chunki bularni biz yillarcha nahaq qamab azobladi,
endi bularni Amerikaga qo'yib bersak, bizning kelajakda o'ch erishi mumkin. Shunga beshimizga balo topmay, bularni ko'zimiz ko'rmaydigan biror yerga olib etsak deymiz. Yoki hech bo'lmaganda bular nereden tutib kelingan bo'lsa, shu yerga olib borib tashlab etish lozim. Bu sebeplerinin hiçbiri bularning Amerikaga qo'yib berilmasligiga sababchi bo'lolmaydi. Bularning tutilishi xato bo'lgan bo'lsa va bularning oldini 6 yil, keyinining 10 yil, hatto ba'zilarining hozirga qadar muddasiz turmada, qamoqda yetishini haq bo'lgan bo'lsa, bularni Amerikaga qo'yib berishning o'zi bulardan kechirim so'rashning birdan-bir yaxshi fursatiga. Lekin bular bu tarix fursatini qo'ldan berib qo'yadi. Aslida yuqorida izhor qilingan hamma haqsizlik sababchi bo'lgan boshqa hech kishi emas, faqat Amerika hukumati o'zi bo'lgandan keyin, agar bu begunoh tutqunlarni o'zining davlatiga qo'yib berib panolik bergan bo'lsa, bu insoniyatchiligi bizning nazarimizda yolg'iz bu mujohidlarimizning 10 yillik azob uqubatlik turmi hayot uchun qilgan o'zir xoligi bo'lib hisoblanmasdan, jumladan Bush hokimiyati ostidagi Amerika hukumatining 2001-yili yuz bergan 9-11 voqeasidan keyin o'z davlat manfaatini ko'zlagan holda kommunist Xitoyning tashabbuskorligi bilan hech qanday asossizlar bir qism Sherqiy Türkistan ozodlik tashkilotlarini o'zining shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining terrorchi tashkilotlar tizimligiga qetib qo'yishidan iborat tarixiy xatoligi natijasida Sherqiy Türkistan xalqining beshiga kelgan vahshiy qirg'inchilik va baloyi ofatlar uchun kichikgina bo'lsa-mu yuzi qizarganligining ifodasi bo'lib ko'rinar edi. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu tarixiy xatoligi natijasida Sherqiy Türkistan xalqining tortgan ziyonlari yoki ko'rayotgan kunlar haqida bundan keyingi bayonnomalarimizda alohida to'xtalib o'tamiz. Eng oxirida hukumatimiz nomidan Amerika hukumati va uning xalqiga, jumladan butun dunyo jamoatchiligiga shuni jakalaymiz-ki, Sherqiy Türkistan xalqi hech bir zaman Xitoy bosqinchilaridan boshqa hech qanday bir davlatni yoki millatni o'zining dushmani hisoblamadi va hisoblamaydi. Mazkur 22 nafar Sherqiy Türkistonlik vatandoshlarimizning masalasining qanday bir taraf qilinishi kelajakdagi mustaqil Sherqiy Türkiston Cumhuriyati bilan Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi do'stlik va hamkorlik munosabatining sog'lom qurilib rivojlanishida tarixiy ahamiyatli rol o'ynaydi. Shuning uchun biz Obama rahbarligidagi Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining mazkur tutqundagi Sherqiy Türkistonlik vatandoshlarimizning masalasini töwendiki 3 turli talablarimizni shartsiz ijro qilish bilan bir taraf qilishlarini so'raymiz. Birinchi, Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati tomonidan Kubadagi Guantanamo askariy hibsxonasida qamalib hayotlarini hurriyatdan butunlay mahrum tutqunlik ichida o'tkazgan va hozirgacha tutqunda o'tkazmoqda bo'lgan Sherqiy Türkistonlik vatandoshlarimizga darhol Amerika Qo'shma Shtatlaridan panolik berishini, garchi bularning mutlaq ko'p qismi boshqa joylarga paranda qilingan yoki yerlashtirilgan bo'lsin va ikkinchi, o'zining bu 22 nafar begunoh Sherqiy Türkistonlik vatandoshlarimizning tutqundagi zamonlarida ularga qarshi qilgan zulm, haqorat, qiynash qatorliq insoniyatsizlik qilmishlari uchun bo'libmi Sherqiy Türkiston xalqining ashaddiy dushmani bo'lgan kommunist Xitoy hukumati bilan birlashib yoki ularni desteklab mazkur vatandaşlarımız ustida namussizlarcha elib borgan haqoratlik qiyin qista va sotlar uchun kechirim so'rashini va uchinchidan bularning yillarcha muddatsiz tutqun ichida yurtlaridan ota-ona bir tuqqan va aqrabolaridan bo'libmi
ichida o'tkazgan azob uqubatlik hayotlarining badali uchun har bir kishi uchun 10 million dollardan jami 220 million Amerika dollar tanzimat, ya'ni to'lam to'lashini yoki bo'lmasa bularning har biriga nahaqdan qorlanib turmaga tashlangan bir Amerika vatandoshiga to'linadigan tanzimatning narxi bo'yicha to'lab turishini so'raymiz. Buyuk ehtirom bilan Anvar Yusuf Turani, Sherqiy Türkistan Sürgündiki Hökümiti Baş Ministri, 2011 yılı 4. ayının 5. günü, Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari.